Yoshim 30-35 yosh bo'lganda nima muolajalar olgan bo'lardim? Bu yoshda ancha vitaminlar kamayadi va yuz qurishi boshlaydi. Demak, biz mezoterapiya va biorevitalizant muolajalarini olishimiz kerak. Bu muolajalar yuzlarimizni namlantiradi, oziqlantiradi va ajinlarni tushishini oldini olib beradi. Botoks muolajasini olishim kerak. Bu muolaja mimik ajinlarni sinishini oldini juda ham yaxshi olib beradi va yuzingizni yaltirlatib, oqartirib, chiroyli qilib berib turadi. Bu yoshda bizda mimik ajini juda ham chuqur bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun botoks tavsiya qilinadi. Yuzimga doimiy professional uhodlar ishlatib turish kerak. Bu yuzni baryerini va terini sifatini ancha oshirib beradi va обязательно quyoshdan saqlaydigan SPFlarni o'z yuzingizga tushadiganini quruq bo'lsangiz quruq yuz uchun, yog'li bo'lsangiz yog'li yuz uchun ishlatib turishimiz kerak. Har 6 oyda kosmetologiya huzurida bo'lib turishim kerak. Siz yoshingiz nechida va shu kungacha siz nima muolajalar olganingizni kommentariyada yozib qoldiring.